Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz JavaScript'dagi dialog ramkasi bilan tanishib chiqamiz. JavaScript qo'llaydigan dialog ramkalarining turlari 3 xil. Birinchisi eskartma ramkasi, ikkinchisi jazmlash ramkasi, uchinchisi ishlatuvchilarning kirgizgan uchurlarini elish uchun ishlatiladigan kirgizish ramkasi. Endi bu 3 ramka to'g'riliq biz ayrim misollar orqali tanishib chiqaylik. Bugungi dars uchun men bir tal konopka o'rlashtirib qo'ydim. Konopkaning ostida bir tekst var. Biz dialogramkalarni ham shu ko'rsatilgan konopka besilgan vaqtda ko'rsatamiz. Shunga oldi bilan mana bu 10 klikerning ichi hozir bo'sh. Endi biz funksiyadan birini yozaylik boshda. Birinchi bo'lib sinaydiganimiz bizningki eskartma dialog. Eskartma dialogining shakli. Bu funksiyadan birini yozaylik, eskartma deb. Bu eskartma dialogida eskartma dialogini ko'rsatish uchun biz alert deb alert deganning ichiga eskartadigan tekstni yozsak ham bo'ladi. Masalan, buning ichiga bu bir eskartma deb yozay. Anadan keyin buning ostiga bizning HTML betimizda h1 h3'te tekst ID'si tekst bo'lgan bir tekst var. Shu tekstga qimmat berib boqaylik. Document get element by id deb bizningki id text. Endi buning yine HTML degan qimmatini yanılam bu eskartma deb chiqadan qo'yaylik. Endi bu funksiyamiz bitdi. Funksiya bitgandan keyin konopka bosgan vaqtda shu funksiyani ijro qilish uchun biz mana 10 kliklarning ichiga funksiyamizni yozib qo'yamiz. Funksiyamizning ismi eskartma. Buni yozdik. Yozgandan keyin endi biz konopkani bosib boqaylik. Konopkani bossak, bu bir eskartma deb bir dialogramkasi ko'rindi. Bu endi dialogramkasining eng oddiy shunday eskartma shaklidagi nusxasi. Endi bu eskartma ko'rinib bo'lgandan keyin biz ma close yoki taqash konopkasini bossak, anadan keyin bizning bu JavaScript'da uning ostiga yozgan kodimiz ijro bo'ladi. Qarab boqaylik. Biz bu taqash konopkasini bosgandan keyin andan bu tekstni ko'rsatgan qurimiz andan ijro bo'ldi. Bu endi JavaScript'dagi dialogramkasining birinchisi, ya'ni eskartma ko'rsatish usuli. Endi ikkinchi xili jazmlashtirish. Jazmlashtirish deganimiz, masalan biz ishlatuvchi ma'lum bir mashg'ulotni qilmoqchi bo'lsa, shu mashg'ulotni olib berishdan avval masalan bir narsani o'chirmoqchi bo'lsa, rostla o'chiramsiz degandek shuna eskartmani ko'rsatish uchun jazmlash dialogramkasini ishlatamiz. Endi jazmlash dialogramkasi uchun biz yana bir funksiya yozaylik, jazmladi. Jazmladi funksiya yozdik. Buning jazmlash dialogramkasini ko'rsatish uchun biz conform deganni ishlatamiz. Conform deganning ichida tekst yozamiz. Ya'ni jazmlaydigan uchur. Masalan, davomlashtiramsiz deb uchurimiz shu bo'lsin. Endi bu bu yerda ko'ringandek yerdagi yordam uchurda ko'ringandek bu bo'lim tipli bir qimmat qaytardi ekan. Bo'lim tipli qimmat, masalan, biz buni muayyanlashtirgan bo'lsak yoki jazmlashtirgan bo'lsak, true qaytadi, ya'ni rost qaytadi. Agar jazmlashtirmagan bo'lsak, false qaytadi. Shuning uchun bundan qaytgan qimmatni biz let qimmatdan deb mana shaklda elib olaylik. Elib olgandan keyin ham jazmlash ahvoliga qarab turib biz ish ko'rsak bo'ldi. Masalan, bunda qaytgan qimmat rost bo'lsa, true deb yozsak bo'ladi va yoki shuning o'zini tiniqlashtirib qo'yib qo'yganimiz shu rost bo'lsa degan gap bo'ladi. Agar qimmat deganning qimmati rost bo'lsa, u chaqda
biz tekstimizga getirmek bayağı id deb text deb onun kıymetini davamlaştır qilayli. Davamlaştır deb gösteren qilayli. Agar davamlaştırmaydigan talab qolsa, agar bunu tanlamay qolsa, o'xshashla bunu ishlatamiz. Oxirgi tekstni o'zgartirishda to'xtat degan deb basam qilayli. Endi bu jazmlash funksiyasini yozib bo'ldik. Yozib bo'lgandan keyin HTMLning ichida bu yoqinqi eskartma deganning o'rniga jazmla deganni qo'yib, endi buning qanday farq borligini ko'rib boqaylik. Saqlab etdik. Endi ko'rsat deganni bassak, bu chog'da davomlashtiramiz deb. Bu yoqinqida faqat taqash knopkasi bo'lyapti. Mening ostida OK cancel deb ikki arkadaş deb ikki tal knopka chiqdi. Endi davomlashtiramiz deganga men OK'ni tanlasam, davomlashtir degan gap chiqdi bu yerda. Agar cancelni tanlasam, to'xtat degan chiqdi. Demak, bu endi bizningki endi bu diagrammasida ishlatuvchining tanlagan ahvolga qarab turib bir taraf qilishga ishlasak bo'ldi. Demak, diagrammasida ishlatuvchining qaysi knopkani tanlagan basqanligi yoki nima tanlaganligi, buni jazmlashtirganligi yoki rad qilganligi degan narsa qaytidi diagrammasida. Shunga endi buni biz uchurlar jazmlashtirishga tegishli bir uchurlar bo'lsa, shuni jazmlashtirish uchun bu xil diagrammasini qo'llanamiz. Bu endi JavaScript'dagi diagrammasning ikkinchi xil ishlatilishi, ya'ni jazmlash diagrammasning ishlatilishi. Bu JavaScript'dagi jazmlash uchun diagrammasini ishlatishning misoli. Endi uchinchi xil ahvol biz ishlatuvchi kirgizgan uchurni elish uchun yana shunday diagrammasini ishlatamiz degan to'q. Endi u ishlatuvchi tekstni kirgizish uchun ishlatuvchining kirgizgan uchurni elish uchun qanday qilamiz desanglar, biz burungi darslarimizda mana betimizning o'ziga tekst ramkasi qo'yib turib, tekst ramkasining ichiga kirgizgan uchurni elib bunday ishlatgan to'q. Unda qilgandan mana diagrammasning o'zida uchurni elish oddiy bo'ladi. Buningga ayrim ko'rinish laylab mana ekranga knopkalarni anandagi tekst ramkalarini o'g'irlashtirib qilish ketmaydi. Faqat bu diagrammasini ko'rsatib, shu diagrammasdagi tekstni olsak bo'ldi. Endi uni elish usuli qanday desanglar, buningga biz yana bir funksiya yozaylik. Biz ishlatuvchi kirgizgan uchurni olamiz. Unda bo'lgandan keyin buni uchur al deb bir funksiya yozaylik. Bu funksiyamiz uchur elish uchun biz diagrammasini qurishda prompt deganni ishlatamiz. Prompt deganninki tirnoqni olsak, buningki uchur, anandan ikkinchisi shu ko'ringan tekst ramkasidagi yordamchi uchur ikki tekstni yozsaqlam bo'ladi. Birinchisiga ko'rsatmoqchi bo'lgan uchurimizni yozamiz. Masalan, ismingizni kirgizing deb yozsak, anandan keyin ikkinchisi shu bizga diagrammasida ko'ringan tekst ramkasining ichida ko'rinib turadigan shu xat uchun ikkinchisini yozsak bo'ldi. Bunga masalan ismingiz degan yozib qo'yaylik. Ismingiz degan yozib qo'ydik. Endi buni qarasanglar, bu mouse string tipliq yoki tekst tipliq bir qiymatni qaytardi ekan. Unda bo'lgandan keyin demak bizningki shu diagrammaga kirgizgan tekstimizning o'zini qaytarib berdi ekan bu. Shuning uchun bu qaytargan tekstni biz uchur deb bir o'zgarguvchida saqlab olaylik. Ma funksiyamiz uchur olib olgandan keyin ma'noda uchur deganimizning o'zi bu prompt degan diagrammasdan kelgan uchurga teng bo'ldi. Ya'ni buning uchurni shu uchur degan
o'zgarguvchimizga elib olamiz. Uni elib olgandan keyin biz endi mana boyatınqı tekst gösteren yerimizde bunun ID'si tekst bo'lganligi uchun nima gösterilsanlar ismini kirgizib bo'lgandan keyin masalan xo'sh kelibsiz deb anandan keyin orqaga ash ismini chiqargan qilaylik. İsmi uchur deganda keldi. Unda bo'lgan ekan buningga uchur deganni qo'shib bersak, xo'sh kelibsiz faloni deb mana chiqadigan bo'ladi. Endi bu funksiyamizni sınash uchun biz yana mana bu onClick'ni ashidagi funksiya nomini o'zgartiraylik. Bu qatim biz funksiyamizning ismini uchur al deb qo'ygan edik. Endi ijro qilib boqaylik. Endi ijro qilsak, bu yerda ismingizni kirgizing deb, bu yerda tekst ramkasidan birisi chiqdi. Buning ichida ismingiz deb chiqib turibdi. Endi bunga men masalan ismimni kirgizay, Dilmurod deb kirgizsam, OK degan bosgan ekan. Xo'sh kelibsiz Dilmurod deb mana bu ism bo'yicha chiqarib berdi. Masalan men bunga Ahmet deb kirgizgan bo'lsam, xo'sh kelibsiz Ahmet deb anda qadar chiqarib berdi. Demak, endi ishlatuvchininki kirgizgan tekstini va yoki son boshqa usullarni elish uchun biz bu dialog ramkasining 3-xil shakli, ya'ni prompt degan bu shaklni ishlasak bo'ldi. Demak, JavaScript'dagi 3 xil dialog. Birinchisi eskartma. Buningda faqat bir tal eskartmalar ko'rindi. Ikkinchisi jazmlash. Buningda bir eskartma bilan 2 tal konopka ko'rindi. Uchinchisi uchur elish. Buningda bir konopka, bir text ramkasi ko'rindi. Endi text ramkasiga kirgizgan narsamiz buningda text holatda qaytadi. Shunga uni holatda ishlatuvchining kirgizgan uchuriga erishib, uni bir taraf qilib bo'ladi. Bu endi JavaScript'dagi dialog ramkalarining ishlatilishi. Endi bu JavaScript'dagi dialog ramkalarining ishlatilishi. Bugungi darsimiz bu shakilda bo'lsin. Hammaga rahmat. Allohga emanet.